Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ana bugungi sizlarga foydali maslahatlarimiz xirurgiyada qanday instrumentlar ishlatiladi. Ana xirurgiyada qaysi instrumentlar ishlatiladi desam, birinchi instrumentimiz bu kluvik. Kluvik bu pastki jag'dagi tishlarni tortish uchun. Kluviklar ham ikki xil bo'ladi: смыкающий, не смыкающий. Ana bu смыкающий, bunisi не смыкающий. Не смыкающий koronkoviy части bo'lgan tishlar olinadi, не смыкающий ildizlar olinadi. Endi baynakka keladigan bo'lsak, baynaklar universal instrument hisoblanadi. Asosiy yuqori jag'da ishlatiladi. Qolib ketgan ildizlar yoki bo'lmasa koronkoviy части 1/3 qismi singan tishlarda ishlatiladi. Ana bu S-obrazny ham ko'pincha tepa jag'dagi tishlarda, premalar, malarlarda asosiy ishlatiladi. Mana bu instrumentimiz esa nijniy kluvik, asosiy восьмеркаlar olinadi bunda. Mana bu instrumentimiz elevator, ya'ni elevatorlar bo'ladi, primoy elevator va ugloviy elevatorlar. Ugloviy elevatorlar ana bu отсебе, bittasi esa XCP. Bular ko'pincha qolib ketgan ildizlar bo'lsa, o'sha hisobdan ular ishlatiladi. Ana bu primoy elevatorlar, primoy elevatorlar, ana primoy elevator. Bu primoy elevatorimiz qolib ketgan tishlar yoki bo'lmasa pastdagi aql tishlarda ishlatiladi. Ana bu luksator ham elevatorning tugmasi. Ana bu zajin ko'pincha tikishda ishlatiladi. Ana bu pinset ko'pincha atloyka qilamiz yoki bo'lmasa tikiriladigan materialni ushlashda ham ishlatiladi. Qaychi, mana bu qaychimiz ko'pincha shu nimalarni, iplarni qaychilashda ishlatiladi. Sharoitga qarab. Azizlar, agar sizlarga yana nima qiziq bo'lsa, qaysi mavzular qiziq bo'lsa, yozib qoldiringlar direktda. Biz ko'rib chiqib, shu mavzularda sizlarga foydali videoroliklar taqdim etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni kutib qolinglar.